Kanadadagi asosliq o'ktichi partiya bo'lgan konservativlar partiyasining rəhbəri Otol Xitayning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilganligini ta'kidlab, davlatining buningga yo'l qo'ymasligi kerakligini o'tirib qo'ydi. U birlashma agentlikqa qilgan so'zida bosh minister Justin Trudeauga chaqiriq qilib, hukumatning xalqaro olimpik komitetiga besim shiltib, 2022 yillik qishliq olimpik tanarkat musobaqasini Beijingdan chiqarishi kerakligini aytdi. Xitayning Sharqi Turkiston rayonidagi 1 milliondan ortiq Uyg'urga irqiy qirg'inchilik qilganligini o'tirg'a qo'ygan Ontol, Kanada pozitsiyasini bildirish kerak. Ammo buni yolg'iz qilishimizning hojati yo'q. Biz eng yaqin ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashishimiz kerak dedi. O yana Xitayning Hong Kongda saqchi davlatini yo'lga qo'yganligini va ikki kanadalikning Xitoy turmasida xohlagancha tutib turganligini tilga ilib, bosh minister Trudeauning xalqaro olimpik komitetiga besim qilmasligi yoki kanadalik tanharakatchilarning olimpik musobaqasiga qatnashmaydiganligi haqida bayonot e'lon qilishini talab qildi. İlgilenişçe, Yaponiya baş ministri Suga ve ئەنگىلىيە baş ministri Boris Johnson tünügün telefonlaşkan bulup cuma günü torda ötküzüldüğün cihiyet rəhbərlər uçuruşidan ilgiri elip berilgan söhbətdə işkəyilən rayon ve xalqaralıq mesele toğrusida fikir almashtırgan. Yaponiya Tashqi ishlar Ministrligining bayonotida Suga bilan Johnsonning Xitoy virusi va klimat o'zgarishiga qarshi turish qatorliq sohalarda ikki taraflik hamkorlikni davomlashtirish to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilganligi ko'rsatildi. Bayonotda aytilishicha, ikkilan armiya davlatining rəhbəri Aung San Suu Kyi'ni nazarband qilgan Berma vaziyatiga bo'lgan andishini o'rtoqlashgan. Shundaqla dengiz qirg'i muhofizat atritining qurol ishlatishiga yo'l qo'ygan qonun va Sharqi Turkiston rayonining vaziyati to'g'risida muzokira olib borgan. İlgilenişçe, ئەنگىلىيە baş ministri Boris Johnson Yaponiyaning Xitoy virusi sababli 2021 yilga kechiktirilgan Tokio olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish tirishchanligini qo'llagan. ۋولكىسۋاگېن yani Amabab şirketining raisi ھەربىي şirketining Xitoydagi zavodlarda kishilik huquq tafsandichiligi yuz berganligi haqidagi ayblashlarni rad qildi. U Germaniya gazetiga qilgan so'zida bir shirkat bo'lish sifati bilan ularning Xitoydagi mavjudligining rayon xalqi uchun foydali ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Biz zapas zapchast bilan ta'minlaguvchilarmi qul amgakini ishlatmaymiz. Biz bu jihatda qat'iy yo'q qoldirmaymiz. Bizning qimmat qarshimizni Sharqi Turkistonda eng yuqori saviyada saqlaymiz. Bular ishchilarga vakillik qilish, kishilarning huquqi, ijtimoiy va savdo o'lchami. Jurnalistlar birlashmasi o'tgan yili noyabrda Xitoyning ichki hujjatiga asosan Uyg'urlarning sesimliq majburiy emgakka selinganligini oshkorlagan edi. Yaponiya quruqliq o'zini qo'g'dash qismiga 2024 yilga borganda 3 transport paroxoti saplanib, Xitoyning harbiy harakatchanligiga qarta davlatning g'arbiy janubidagi orollarga askarlarni kuchaytirdi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, yangi bexatarlik rayonlaridagi iqtidorini oshirish doirasida tunji qitim Yaponiya quruqliq o'zini qo'g'dash qismiga yetkazilgan paroxotlar g'arbiy janubdagi orollarga o'rinlashgan harbiy qismlarni qo'llaydi ekan. Bununğa asasen işlep-çıqırıldığan 3 toşuğucu paraxot orqali yiroq orollarga taqsim qilingan harbiy qismlarga o'q-to'ra, yiqilg'u va yemeklik ta'minlandi. Davlat mudofaa Ministrligi 2022 yili moliya yili xomchotiga 2000 tonna va 400 tonnalik ishki to'shish paraxoti ishlab chiqarishga mablag' ajratishni maqsad qiladi. Xitayning Xaynan o'lkasidagi suv omborida bir yo'lovchilar paraxotining o'rilib ketishi natijasida 5 odam o'ldi. Xitoy xabar agentligining xabariga qaraganda, bu yo'lovchilar paraxoti tunugin Xaynan o'lkasining suv omborida o'rilib ketgan. Kemida 17 odamning 12 nafari hayot qolgan, 5 kishining jasadi topilgan. Aloqador tarmoqlar kemida normadan ko'p yo'lovchining borligini aytdi.